Kam ishlab ko'p pul topadigan 3 ta davlat. Birinchisi Lyuksemburg davlati. Haftasiga 29-31 soat ishlaysiz. Taxminiy 1 oylik maoshlari $7000, yiliga $80,000. Ikkinchisi Denmark davlati. Haftasiga 32-34 soat ishlashadi. Taxminiy 1 oylik maoshlari $6200, yiliga $74,000. Uchinchisi Norvegiya davlati. Haftasiga 33-35 soat ishlashadi. Taxminiy 1 oylik maoshlari $5600, yiliga $67,000. Bu raqamlar o'rtacha yalpi mahsulot soliqlardan oldingi maoshlari. Dubayda esa ish soatlari ko'proq, lekin hech qanday soliqlarsiz. Masalan, ekspert uy oldi-sotda ishlaydigan agentlar oyiga 100,000 dirham, ya'ni $27,000 topishadi. Ya'ni topgan pullari hammasi cho'ntakda qoladi. Siz uchun top qaysi davlat va qaysi davlatda siz ishlagansiz? Izohlarda qoldiring. Shunaqa jadira video va kontentlar uchun albatta menga obuna bo'ling.